Isiriq tinchlantiruvchi xususiyatga ega. Juda ham ko'p doktorlar sizga aytmagan sirni aytib o'tib ketaman. Podpисчигim bo'lganingiz uchun. Albatta, isiriqni hozirgi kunda oyoq og'riq, bo'g'in og'riqlariga juda ham foydasi yaxshi. Buni vanishga qiladigan bo'lsangiz, tinchlantirish xususiyatiga ega. Oyoq og'rig'i, bo'g'in og'rig'ida muammosi borlar va oyog'i doim muzlaydigan insonlar bor yoki hidi keladigan insonlar bor oyog'ida, isiriqdan vanishga qiling. Maslahatim 40 yosh, 50 yoshdan oshgan insonlarda ham qon aylanishi buziladi, bir joyda ko'p o'tiradi, ovqat yegandan keyin yotib oladi. Xuddi shu insonlarda oyog'ida qon yaxshi aylanmaydi. Xuddi shularga isiriq juda ham foydali. Bir vaqt isiriqni olasizda, uni vanishga qilasiz, ozod tuz sovurasiz. Ko'ribsizki, bir haftada 2 marta qiling. O'tirib ishlaydigan insonlar, bir joyda ko'p o'tirib ishlaydigan insonlar, harakati past insonlar haftada 2 marta davrinasi yo'q bo'lishi kerak. Shu videoni oyoq og'riqli tanishlarga jo'natib qo'yamiz.